Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolisa xizmatdamiz. Mana ko'rdinglar, tashrimizni grader qildik. Ikkita haydadik. Mashina olti o'tishimizni mana kuyaga olish jarayoni. Birekli karamga to'g'rilab berdik. Bu bosh balandida suvni bu yoqqa ko'rdinglar. Endi kuyaga olish jarayoni Xudo xolisa. Sanpo xizmatda. O'g'lim benzinlikni afzal ko'radi. Dizelni ol desam, benzinlikni yaxshi ko'radi. Chunki tez yuradi bu. Shustri shu. Bizga dizel. Oldin safar haydaganimiz mana 2 qo'ydi. Masalan, Japonga qiziqadi. Mana bu itlarni ham haydaymiz qo'limizni. Yeb olamiz deb. Xudo xolisa. So'z naryadagini tashiymiz. Sal pro'roq yer edi. Bunga haydab surib. Zo'r, Husanpo, bos. Sal oldiroq yuraver, stoyga urilib ketma. Mana o'sha Muhammad olgan 11.00 remont qildik. Xudoga shukr. Mana pochiniga ishlatdik birinchi marta olganimdan beri 6 oymi 7 oy bo'lgan bo'lsa, graderga ishlatdik. Karzinga yangi qo'ydik. Yaxshi. Paterlar yuvib, o'sha oldin aytgan setkasigacha yangi qo'yganman, mana o'zim qilganman. Starter yo'q, qo'lda zavod bo'ladi. Yengil zavod bo'ladi, yaxshi qo'lda. Ba'zi uchun filtrda ham pasmat qilganmiz. Kelib qo'ldan kelgancha. Gaplar hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar, mazza qilinglar. Omad tilayman.